Besh tashabbus olimpiadasining yengil atletika sport turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqaning navbatdagisiga Toshkent viloyatining Nurafshon shahri mezbonlik qildi. Musobaqa 5 bosqichda tashkil etilib, ushbu musobaqani mana bugun Toshkent viloyati, ya'ni 4-bosqichga yetib keldik. Bu musobaqani tashkillashtirishdan maqsad yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iborat. Musobaqa Toshkent viloyati yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi hamda yoshlar ishlari agentligining viloyat bo'limi hamkorligida o'tkazildi. Unda viloyatning tuman va shaharlardan 200 dan ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Ma'lumot uchun 5 tashabbus olimpiadasi doirasida mahallada istiqomat qiluvchi 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasida sportning stol tennisi, shashka, workout, yengil atletika, streetbol, paralimpiada hamda gimnastika turlari bo'yicha o'tkazilayotgan hududiy bosqich musobaqalari 26-maydan 3-iyunga qadar respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilishi reja qilingan.